Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan aziz do'stlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz, xudo xolasa, tak, stadion yanında joylashgan. Stadion deysizlarmi? Shimbola hamma yeri qulay yerda joylashgan. Lokatsiyamizda boshqa gap yo'q. Joyimiz o'rtalikda joylashgan. Bu yerimizdan Tarsavoy, bu yerimiz o'rtalik. Yevrotamizdan chiqqan jihozlari bilan eshiklar giravesh eshiklarimiz ham damir eshiklardan. Endi qarangi bo'lgani uchun hozir ko'chani tushirib bilmadim. Mulk egasi nomerini qo'yib qo'yaman. Bemalol o'zi bilan gaplashaverasizlar. Qaramiz, hurmatli obunachilar, joyimiz paket. Paket deb turamiz sababi, bu yerda remontdan keyin hech kim yasholmagan hali, g'ollar ham hech kim bosilmagan. Xudo xolasa, kim olsa shu joy o'zi paket hisobida girib yasholadi. Patologlarimiz natijano'y, devorlarimiz abo'y, g'ollarimiz o'shab turibdi, giravesh eshiklari damir eshikdan o'rnatilgan. Tak, to'g'rimizda ayollarimiz uchun oshxonasi, bu yerimiz samozel qachatxonasi. İşler ham almashgan, hamma yerlar almashgan. Devorlarimiz ham kafel o'rnatilgan, patologlarimiz natijano'y. Bu yerimizda ham bir narsasida hatto sho'tchiklarini ham tozadan yangidan qo'yilgan. Mana yangidan qo'yib turibdi. Mana hurmatli obunachilar, bu yerda hamma narsa 100% yangidan qo'yilgan. Bemalol kelib yashaverasizlar. Bu yerimiz ayollarimiz uchun oshxonasi, to'q konturli katolimiz bor, oynalarimiz plastik apqat, jolizalar, mebellar, hamma narsasi tayyor. Gaz plita ham aytaman. Gaz plitasi ham hali yangidan qo'yilgan. Mana bu joyimiz ikkilam chiqirti asosidan ham chiqadi. Mebellar ham turibdi shuda. Bu yerda 100% narsalar bilan sotiladi. Ikkilam chiqirtimiz sababi aytiladi ko'p. Subsidiya, birlamchi, ikkilamchi deb aytadilar. Bu joyimiz ikkilam chiqirti asosidan sotiladi. Ikkilamchi deymi ipotechniy variant bo'ladi. Bu yerimiz spalnisi. Qalanlar ham alohida, hamma narsasi tayyor. Bu yerimiz mehmonxonasi. Mehmonxonadan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mehmonxonamizni ko'rib turganlaringizdek, devorlari yaltiroq, chiroyli rossiyska bo'ladan devorlar o'rnatilgan, patologlarimiz natijano'y ekan. Qaramiz, hurmatli obunachilar, g'ollarimiz ham, ko'ringlar, g'ollarimiz ham ajoyib chiroyli g'ollar. Joyimizda mulk egasini nomerini qo'yganmiz, bemalol o'zi bilan gaplashaverasizlar. Devorlarimiz ham, eshiklar ham MDF eshiklardan, firmenniy MDF eshiklardan ekan bular. Tak, bu yanimizda zakrytый balkoni bor, shuni ochib katta tirib qo'ydilar. Qaramiz, hurmatli obunachilar, joyimizda boshqa gap bo'lishi mumkin emas ekan. Gap yo'q joylarimizda. Lustralar ham, hamma yerda lustra, kulchatir, hamma narsasi yangidan qo'yilgan. Kulchatirlar yangilari, kulchatirlar ham yangidan qo'yilgan, hamma narsasi yangidan qo'yilgan. Qaramiz, hurmatli obunachilar, bu yerimiz spalnisi, spalni mebellar ham turibdi. Bu yerimizda spalni mebellar, ko'rib turganlaringizdek, jaluzilar, pardalar, hamma narsasi tayyor. 100%. Mebellarning hammasi ham shuda tayyor holda turibdi. Tak, ishi oynamiz, shu oynamiz oyna eshikni yo'lga qarab turibdi. Yo'lga qarab turibdi ham sababi, endi qarang'ida endi ko'rsatib bo'lmaydi. Hozir bismillahirrohmanirrohim ko'rsatib berdim shuni. Tak, bu yerimizda shunday hozir bir tushuntirajak o'tib ko'raman. Ko'rinsa agarda. Ko'rib turganlaringizdek, ko'rinmadi. Mana, ko'rib turganlaringizdek, kanalimiz hurmatli obunachilar, yo'lni dik bo'yinda joylashgan. Nerede de bo'lasizlar, to'g'rimizda stadion ishi, to'g'rida. Yo'lni yanida o'tsangizlar stadion. Ko'tnadan tushib yo'llar yanida o'tsa, shu yerda qishda archa quriladi. Qo'lni shudan turib, archa shu yerda quriladi, shudan turib archani tomosha qilib o'tirib bo'ladi. Kanalimiz hurmatli obunachilar, lokatsiya boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizni narxi ekranda yozib turadi, mulk egasi bilan bemalol o'zi bilan gaplashaverasizlar. Joyimizning narxi ajoyib, qimmat emas. Ikkilamchi chiqirti asosidan sotiladi. Ikkilamchi ham o'zi dokumentni o'zi taqlab beradi ekan. Bemalol telefon ranglar mulk egasini.